Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni kuldi. O'zidan o'zi kuldi. Sizni nima kuldirdi? Nimaga kuldingiz deydi. Bir qavmni ko'rdim, shunga kuldim dedi. Ularni deydi, zanjirband qilib jannatga o'zlari olib ketishyapti. Oxiri. O'zi yurmaydimi? Yo'q, zanjirband qilib olib ketdilar. Nimaga shunaqa bular? Kimdir Alloh taoloning bergan ne'matlarini ko'rib egiladi, kimdir Alloh taolo boshiga imtihon solib qo'yganidan keyin egiladi. Kimdir Alloh taoloning bergan ne'matlarini ko'rib egiladi Allohga ixtiyori bilan. Kimdir boshiga musibat keladi, imtihon kelganda egiladi. Demak, bular kimlar ekan? O'sha boshiga imtihonni berib Alloh mashaqqatga kirgizib, Alloh degizib qo'yib turib, gunohini kechirib jannatga zanjirband qilma qilyapti. Olib kirib ketyapti. Qarang, mo'min odamga baribir foydada o'sha musibat kelganda ham. Agar inson ixtiyori bilan Allohga egilmasa, Alloh majbur qilib ham egib